Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilarim. Qalaysizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlarga Chevrolet narx-navolar bilan tanishtirib o'taman. Qarshingizga turgan Damas 3 endi O'zbekiston shaharlarida ko'rib qolasizlar. Yangi avtomobil chiqdi. Hozir buni sizlarga narx-navosini va pozitsiyalarini aytib o'taman. Bugungi video roligimizda Damasdan tashqari Onyx Tracker Cobaltlardan ham bo'ladi. Video sizlarga yoqadigan umiddaman. Bittadan like bosib qo'ying. Unda men videoni boshladim. Xo'p, mana aziz obunachilarim, bismillahirrohmanirrohim deb sizlar uchun videorolikni boshladik. Hozir sizlarga Damas yangilangan Damasni, Cobaltni, Tracker Onyxlarni, rasoshkaga chiqishlarini, narx-navosini aytib o'tamiz. Unda bizga menejer akamiz yordam beradilar. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ismim Asilbek, sotuv bo'limi menejeri bo'laman. Xush kelibsiz. Asilbek aka, Chevroletda nima yangiliklar? Chevroletda hozirgi kunda boshlang'ich to'lov rasochkamiz 30% da, hozir boshlang'ich to'lov 25% dan boshlandi va eng oziq kutilayotgan Damas 3 dan chiqishi kerak. Damas 3 keldi. Videoga like bosib qo'yinglar. Damas 3 ni barcha pozitsiyasi haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Marhamat. Xo'sh. Damas 3lar nechta pozitsiyasi bor? Damas 3 ta 6 ta pozitsiyasi bor. 104 milliondan 154 milliongacha bor. Shunga qarab xarakteristiklar ham o'zgarib boraveradi. Motor 1.2 dan 1.5 atmosferli motorga chiqadi. Barcha motori atmosferli. Metan, propan ketaveradi. Qo'ysangiz bo'ladi, bemalol. Xo'sh. Shahar ichida, trassada qancha benzin ichadi? 7 ta 8 ta ichadi aka. Xo'sh. Endi haydashga ham bog'liq, misol uchun bosmasdan razgon ko'tarmasangiz ancha ikkilanishni yuradi. Damas 2 ga qaraganda nima qulayliklar bo'ldi endi buning salonida? Damas 2 ga solishtirib nima qilsak, kuzov ancha katta, motor jihati ancha kuchaygan. Motor misol uchun 34 ot kuchi bo'layotgan bo'lsa, ularda o'zi 108, 109 ot kuchi bo'lyapti. Keyin ABS tormoz tizimidan ABS tizimi bor. Keyin eng asosida konditsioner ketyapti ichida akajon. Konditsionerlar qo'shilgan. Konditsioner. Ot kuchi xuddi Gentra Cobaltga o'xshab 108 bo'lgan. Kuchaygan, ha. Gap yo'q do'stlar, endi oldilaringizdan Damas chiqib qolsa, bosib o'tirmanglar. Xo'sh, mana salon holatlarini qaranglar, qanday chiroyli bo'lgan. Bu 1-2-3 pozitsiyasi aka. Bunda mexanik bo'ladi, lekin full pozitsiyalarda o'zi elektrisi ketadi. Bunda mexanika ekan, full pozitsiyasida elektronik bo'lar ekan. Xo'sh, siz u tarafdan o'ting. Salon holatida nima qulayliklar bo'lganini hozir menejer akamiz sizlarga aytib o'tadilar. To'xtanglar do'stlar, videoni o'tkazmanglar. Sizlarga zo'r yangiligim bor. Endilikda uydan turib avtosalondagi narxlarni bilmoqchi bo'lsalaringiz, sizlarga Avto Elon o'zida taklif qilib qolaman do'stlar. Avto Elon o'zida juda katta yangilik bor. Play Market hamda App Store'dan Avto Elon o'zida sketchat qilib olasizlar. Undan keyin rasmiy dilerlik bo'limi ochilgan. Mana Avto Elon'ga kiramiz. Bu yerda barcha salonlar mavjud do'stlar, qaranglar. Chevrolet, Kia, BYD, Chery, Haval, Jetour, BMW, Hyundai'lar ham bor. Bizga qaranglar, Kia muhim. Kia Sonet'ni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman mana. Qulaylik tarafi Avto Elonni do'stlar, rangini, pozitsiyasini tanlasalaringiz bo'ladi. Undan tashqari qaranglar. Toshkent, Buxoro, Samarqand o'zida qaysi viloyatdan bo'lsangiz tanlab olasizlar. Biz Samarqanddan mana. Boshiga 20% bersalaringiz 48 oyga 5 million 400 dan chiqar ekan. Bo'lib to'lashga muddatli to'lovga olsalaringiz bo'ladi. Avto Elon o'zida sketchat qiling va siz ham sinab ko'ring. Rullarini qaranglar, boshqacha bo'lgan. O'zi bu mashina o'zi boshqacha. Aka, bu rostdan ham Damasmi yo Damasni sotyapsizlarmi? Nima deb tushunsak bo'ladi buni? Damas 3 deb tushunsangiz ham bo'ladi. Damas 3 endi bu. Damas 3. Hozir buni sotsa texpasportga nima deb yoziladi? Damas 3 chiqishi kerak. Hali sotganimiz yo'q, endi ko'ramiz. Damas 3 lekin o'zi. Damas 3 chiqdi. Aha. Bu o'zimizda JMda yig'ilyaptimi yo chetdan kelyaptimi? Bu chetdan keladi. Chetdan keladi. Hali o'zimiz zavodda yig'ish boshlandimi yo yo'qmi? Endi nasib bo'lsa. Endi boshlanadi, lekin. Xo'sh, salonda nima qulayliklar aytib o'ting. Salonda ko'rishimiz mumkin. Eng asosida konditsioner qo'shilgan.
keyin barimiz ancha misol uchun avvalgi Damas'larimiz karamga o'tirsa nima qila olmardi, sig'mardi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ancha keng joy mavjud. Eshikni yopsak ham bemalol o'tirsalar bo'lishadi. Sidinalar orqaga ham ketadi. Orqaga, oldinga ham bemalol. Yostiqchalari yaxshi. Xo'p, korobkasi 5 talik ekan. Korobka 5 talik olib ketadi. Keyin boya aytganda pozitsiyasiga qarab 1.2, 1.5 atmosferniy motor ketaveradi. Airbaglar bormi? Bu. Airbaglar bor. Endi orqasini ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Marhamat. Orqa eshik ochilishi mana shunday qilib ochilar ekan. Mana. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, o'chatsangiz ham ancha baland. Orqada ham joy bor. Mana. Salon ranglari necha xil bo'ladi, aka? Salon rangi hozircha bir xil, endi kelajakda nasibsa o'zgarish, talablar hozircha nisbatan o'zgarish. eng birinchi pozitsiyasini tortib, eng full pozitsiyasiga ham bir xil mana shunaqa. Shuni. Yaxshi. Xo'sh. Yopilishlari Bagaj sonmasini ko'rsangiz bo'ladi. Damas. Bagajiga ham ancha keng, misol uchun bironta narsa qo'ysangiz ham bo'ladi bemalol. Avvalgilarga zapaskasi ham sig'mardi-ku, ko'rishingiz mumkin. Ancha keng, haqiqatan ham. Mana bu orqa o'rindig'ida yotqizib olib ham yuk ortsak bo'ladi, ha? Agar xohlasangiz, buni ham van nimasi chiqibdi. Vani chista yuk tashish uchun. Sidinalar bo'lmaydi. Aqon oynasi temirlik bo'ladi, bemalol yuk tashib olsangiz bo'ladi. Damas 3 ta vanga o'xshagan pozitsiyasi ham chiqadi. Bor. Yaxshi. Xo'p, endi aka buni bizga narx-navolarni aytib o'tsangiz. Keling. Ko'rinishi do'stlar. Lekin oldi chiroqlari oddiy sariq chiroqlarda ekan. Chevrolet Emblem облицовкалari oldi ko'rinishdan zamonaviy va yangicha model bo'lib turibdi. Boshladik narx-navosini. Narxlari Damas 1.2 motorligi 134 million 409 million boshlanib, oxirgisi Movimiz 1.5 motorliklari 154 million 128 million tugayapti. Eng full pozitsiyasi 154 million 128 ming so'm. Bularda o'zi eng fullida elektronik bo'ladi. Ha, boyagi nima? Oynalari 1.5 li motor bo'ladi. 1.5 li bo'lgandan keyin ot kuchi qancha bo'ladi? Ot kuchi ko'rishimiz mumkin, 103 ot kuchi. 103 mi? Ha, agar 1.2 lik bo'layotgan bo'lsa 81 ot kuchi bo'ladi. 1.5 lari esa 103 ot kuchi. 1.2 li motori 83 ot kuchi, 1.5 motori 103 ot kuchi ekan do'stlar. Xo'p. Mana mijozlarimiz ham rassrochkaga, avtokreditga olsak bo'ladimi Damas'ni? Endi nasib bo'lsa shartnomamiz ochilsa aniq bo'ladi, aka. Hozir shartnoma bormi yo yo'qmi? Yo'q, endi yaqin kunlarda ochilishini kutilyapti. Xo'p. Aka, hozir avtosalonlaringizda qanaqa mashinalarga rassrochka bor? Rassrochkamiz akajon hozir ko'rishingiz mumkin Tracker, Onyx, Damas mashinalarimizda bor. Eski Damas'imiz. Damas 2 da, ha? Ha, 2 da. Cobaltga rassrochka yo'qmi? Yo'q, Cobaltga hozirda rassrochkamiz yo'q. Bank orqali avtokreditga olsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir kelib avtosalonlaringizga mana shu Damas 3 ga to'liq qilib naqd olib kelsak, olib keta olamizmi yoki yo'qmi? Hozircha shartnoma yo'q. Nasibsa e'lon beramiz. Shu yaqin kunlarda e'lon beramiz. Yaqin kunlarda ochib qolamiz. Faqat bu Samarqanddami yo Toshkentlarda o'zi rassroch ochilganmi Damas'ga? Yo'q, hali shartnoma ochilgani yo'q. Butun O'zbekiston bo'yicha yo'q. Ochilgani yo'q. O'zi barcha Chevrolet bir xil, ha, narxlari ham. Boshqa viloyatlarda ham bir xil aka. Rasmiy dilerlarda bir xil endi qolgan joylar. Aslbek aka, Cobaltga qachon shartnoma ochiladi? Cobaltga hozirda bizda shartnomamiz bor, chegaralangan miqdorda Cobalt Style va Cobalt Midnight MCM pozitsiyalariga chegaralangan miqdorda. Ularniki rassrochka chiqmaydi, avtokreditga olsangiz bo'ladi yoki naqd. Avtokreditga Cobalt olsak bo'ladi. Naqd pul olib kelsak, ertaga mana bugun videoni ko'rib, ertaga naqd pul olib kelsalar, Cobalt olib keta oladilarmi? Cobalt chegaralangan miqdorda bor. Значит, mana shu quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, birinchi xabar olib keyin kelish kerak, ha? Kelishlari bo'ladi. Ya'ni uzoqdan kelib qo'yib, chegaralangan miqdorda shartnomamiz bor. Agar to'lasa, uzog'i bilan shu 1 oylarda nasibsa yetkazib beramiz. Yaxshi. Xo'p, Cobaltlarni o'zi nechta pozitsiyasi hozirgi kunda sotuvda? Keling. Ko'rishingiz mumkin, sotuvda 2 xil pozitsiyamiz bor. Style MCM va Midnight MCM. Bu ko'rishingiz mumkin, Style MCM. Style MCM bu Cobalt'i arzonroq, ha? Arzon, 156 million 100 minglik. Bunda ham o'zgarishlar mana ko'z kontrollar qo'shilgan, media, abagrev sideniya,
monitor va salonlari black piano qilingan. Keyin monitorlari o'zgargan. Tablo yangi qo'yilibdi. Xo'p. Midnight MCM pozitsiyasi ichi salon obshipkalari, ichlari qora bo'lgan va sidinalari kojinli bo'lgan. Buni narxini qaranglar do'stlar mana. Ofitsialniy narxi qancha aka? Cobalt Style MCM 156 million 100, Midnight'da 165 million 200 ming so'm. Xo'p. Mana bu yerda aka Cobaltlarga propan ham qo'yibsizlarmi? Ha, agar xohlasangiz shu yerda o'zida gaz ballon ham o'rnatib beramiz. Klientlar O'zlaringizdan talab va takliflariga binoan. garantiya uchmaydimi? Yo'q, o'zimizdan qo'ydirsalar uchmaydi. Agar mashina sotib, bir hafta sotib olib sizlardan 5 kundan keyin borib ko'chadan gaz qo'ysak nima bo'ladi? Endi ko'chadan gaz qo'ydirsangiz, shu avtomatik garantiyadan chiqadi mashina. Garantiya o'chib qoladi. Chiqadi. Yaxshi. Iloji boricha ofitsialniy dilerlarda gaz ballon yoki moyni almashtirishlarni tavsiya beramiz. Xo'p, Asilbek aka, endi bizaga mana shu salondagi rassroshkaga chiqayotgan mashinaning eng boshlang'ich to'lovi kam summali avtomobil haqida ma'lumot berib o'ting va eng boshlang'ich to'lovini kamini ham aytib o'ting. Bo'lib, bo'lmasa Onyx dan boshlasak aka. Onyx Onyximiz xohlasalar avtomat mexanika pozitsiyalarida bor. Eng arzoni LS MT'miz 176 million 900 ga chiqadi. Boshlang'ich 25% ni to'lasa 30 oyga rassroshka olsa bo'ladi. Bu primer pozitsiyasi. Bu primer pozitsiyasi. Mana turbina motorli bo'ladi. Propan gazda uстановка bo'lgan. Primer pozitsiyasi narxi qancha? Bu primer pozitsiyasi 221 million 640 ming so'm. Xo'sh, yaxshi. Salonlari. Primer plus pozitsiyasi ekan bu. Ha, Primer Plus. Primer plusda slipoy zonalari mavjud bo'ladi. Xo'p, Asilbek aka, endi qarang. Naqdga xarid qilsak, shunday kelib naqdga xarid qilsak, nima chegirmalar qilib berasiz? Agar naqdga xarid qilsalar akajon 15 million skidkasi bo'ladi. Kafolatlangan ikkita bonusimiz ham bor. Skidka qancha? 15 million 15 million so'm. bor. Faqat Onyxgami yo barcha modellargami? Yo'q, faqat Onyxga 15 million so'm, Trekkerlarga pozitsiyasiga qarab o'zgarib ketadi. 22 milliongacha chegirmamiz bor. Yaxshi. Demak, hozir 221 million so'm Premier Plus pozitsiyasi, shundaqmi? Agar naqdga olsalar 206 million chiqadi. 15 million so'm kamiga. Skidka bo'ladi. Agar rassroshkaga olsak 15 million so'm skidka bo'lmaydimi? Yo'q, skidka bo'lmaydi. Avtokreditga olsaychi? Avtokreditga olsalaringiz bo'ladi. Yaxshi. Avtokreditga olsalaringiz 15 million skidka, naqdga olsalaringiz 15 million skidka, rassroshkaga olsalaringiz 221 million so'm O'zi bo'ladi. Hozirgi salon narxi Premier Plus pozitsiyasi. Redline'lar qancha aka? Salon narxi. Redline'larimiz 230 million so'm. 230 million so'm. Shunda naqdga olsa 215 million so'mga 215 million bo'ladi, to'ppa. Yaxshi. Redline'dan kursdan agar. Redline'dan Yana sovg'alar ham qilib beramiz. bor, обязательно sovg'alar bo'ladi. Asilbek aka, Lava akajon. propan qo'shib olmoqchi bo'lsa, o'zlaringizdan ofitsialniy pulimiz yetmay qolsa, boshlang'ich to'lovdan tashqari pulimiz bo'lmasa, propanga pulimiz bo'lmasa qanday qilamiz? Propanga pulingiz bo'lmasa, Yordam qilasizlarmi? Misol uchun propan narxini mashinaning oylik to'loviga yoki mashinaning tan narxiga qo'shib bizga propanni xuddi bepulday chiqarib bersangiz bo'ladimi? Yo'q, hozircha unaqa nima? Unaqa yo'q-a? Unaqa yo'q. Yaxshi. Xo'p, propanga alohida naqd to'lov qilish kerak. Shuni. Men aytmoqchi bo'lganim, misol uchun mashina 200 million bo'lsa, propanni narxini qo'yib 200 qanchadir millionni rassroshkaga chiqarib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Hozircha Значит, narxni qilamiz. barcha narsa uchun alohida to'lov qilib qo'yiladi. Xo'p, mashinalarga qo'shimcha jihoz qo'ymoqchi bo'lsak, bezamoqchi bo'lsak, o'zlaringizdan qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Xohlasalar talab va takliflaringizga binoan mana ko'rishingiz mumkin Trekker Premier Plus'imizni RS shotga qo'yganmizda, u yerda esa Lexus shotga. Endi kimga qanaqasi yoqadi? Salon sohasini ko'rsatamiz, keling. Xo'p, endi bizga Trekkerda o'zi Parollarimiz bor. narxni aytib o'ting, aka, birinchi pozitsiyasi qancha, eng Redline pozitsiyasi qancha? Trekkerlarimiz LS Plus'dan boshlanadi. LS Plus'imiz 220 million 951 ming so'm. Ikkinchi pozitsiyamiz 244 million so'm. Ko'rishingiz mumkin, to'g'rida turibdi. Ikkinchi pozitsiyamiz ham, uchinchi pozitsiyamiz eng o'rnayotgan mashinamiz 272 million so'm. Redline pozitsiyasi bor. Redline tashqarida turibdi. 282 million so'm bo'ladi. 282 million so'm. Xo'p, endi bularni naqdga xarid qilsa yoki avtokreditga o'zlaringizdan xarid qilsa, bizga qanchadan chegirma bo'ladi? Xo'sh, LS Plus'ga 5 million so'm,
LTZ'ga 15 million, Premier'ga 20 million, Redline'ga 22 milliongacha chegirmasi bor. Gap yo'q. Like bosib qo'yamiz. Hozir biz sizlarga Premierni ko'rsatib o'tamiz. Mana zavodskoy salonda o'zidan paroglar qo'yilibdi. Xohlasangiz qo'yib beramiz, lekin qo'shimcha to'lov evaziga bo'ladi. Orqalari pachka turibdi mashin. Orqasiga mana bunaqa chiroyli qilib Bagajlarni ham ko'rsatadi. Premier. Endi ko'p mijozlarimiz ko'chadan qo'ydirishadi. Ko'chadan qo'ydirilsa, misol uchun har xil usta bor, sifatlisi bor, sifatsiz bor. Misol yaxshi narsani ham yaxshi ustaga yetishmaydi, buzib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun shu yerda garantiya kачество bilan qilib beramiz. Yaxshi. Xo'p, bo'ldi, yopavering. Trekkerda ko'rinishi. Endi keling aka. Narx-navolarni batafsil aytib o'taylik. Xo'p, Onyx olishimiz uchun eng kami qarang, mexanika emas, Avtomat korobka. avtomat korobka Onyx olishimiz uchun eng kam boshlang'ich to'lov necha pul bilan keladi? Eng kam boshlang'ich to'lov 25% dan boshlanadi. Bu 50 millionlar bo'ladi. 2,5 yilga, 30 oyga shu 5 millionlardan chiqadi. Bo'lib berishga olsangiz bo'ladi. 5 yilgacha qilib olsak bo'ladimi yoki yo'qmi? 5 yilgacha olish uchun 60% ni to'lasangiz, 5 yilgacha olsangiz bo'ladi. 60% ni to'lov qilsak, 5 yilgacha olsak bo'lar ekan. 3 yilgacha olishimiz uchun boshiga necha foiz to'lov qilaylik? 30%. 30% ni to'lov qilsak 3 yilgacha. 3 yilga olsangiz bo'ladi, bemalol. Yaxshi. Bu yerda 3 million 60 million bersangiz, 3 million 886 mingdan 3 yilga chiqadi. Endi trekker olishimiz uchun trekkerda LS pozitsiyasi ham avtomat, ha? Avtomat. Yaxshi. Trekker olishimiz uchun boshiga eng kam qancha? 25% 55 million 237 ming bo'libdi. 2 yilga chiqadi. Lekin bular 2 yilga chiqadi. Oylik to'lovingiz 6 million 900 dan chiqibdi. Yaxshi. Trekker Premier olishimiz uchun qancha to'lov qilishimiz kerak? Trekker Premier'da eng arzoni 25% 68 million chiqibdi. 2 yilga 8,5 million so'mdan chiqibdi. Xo'p, mana shu aytib o'tgan to'lovlaringiz bu rassrochka. Rassrochka o'zini pulini bo'lib berish. Avtokreditga arzonga tushadimi bizga bosh to'lov yoki rassrochkaning bosh to'lovi arzonmi? Endi kimga qanday? Misol uchun avtokredit yiliga foiz qo'shiladi. Agar uzoq muddatga olayotgan bo'lsangiz, avtokredit qimmatga tushib ketadi. Rassrochka eng yaxshisi. Rassrochka olsangiz, o'sha o'zi pulini berasiz. Bo'lib berasiz. Xo'sh, yaxshi. Avtokreditga olish uchun boshiga bir 15% da to'lov qilsa yetmaydimi? Bo'ladi. 15 avtokredit 15% bo'ladi. olsangiz bo'ladi. Hamma shuni so'radim-da o'zi. Misol uchun qarang, siz 20% yo 25% deyapsiz, rassrochkani. Avtokredit bo'lsa bosh to'lovi 15%. 10-15% bilan olsangiz. Avtokreditda bosh to'lov arzon tushar ekan. Общий summasi bari rassrochkaniki ma'qul bo'ladi hammaga. Qo'shimcha pul xarajat qilmasdan o'zini pulini bo'lib to'laysizlar. Onyx Redline qizil mana cherry rangchasi Bardovi eng chiroyli. Chiroyli turibdi. Onamga, hammamizga nasib qilsin, onalarimizga mana shunaqangi chiroyli avtomobil xarid qilib, sovg'a qilib berish. Xo'p, do'stlar, qalay? Yangiliklar sizlarga yoqdimi? Damazni kutib qolamiz aka. Rassrochkaga chiqishini nasib bo'lsa, yaqin kunlarda yangilik bo'lsa yana kelamiz avtosalonga. Manzilimiz Samarqand shahar Cho'pon ota 50-A uy. Bemalol kelaverasizlar. Ulug'bekdan o'tganlaringizdan keyin bu tarafi Jonboy tarafga ketishga. Xo'p, Orienter qayer aka? Orienter yo'llaringizda zapravka bor, ha? Sanik zapravkaga yetmasdan agar shahardan kelishga Ulug'bek Toshkent etagidan o'tgandan keyin yo'l ustiga. Xo'p, hozircha yangiligimiz, videomiz shulardan iborat edi. Xo'p, yaqin kunlarda Kobultga rassrochka kutsak bo'ladimi yo yo'qmi? Nasib endi aka. Nasib bo'lsa, endi bular ham menejerlar ham aniqini bilishmaydi. Yangilik bo'lsa aloqaga chiqishadi va men kelib bularga, sizlarga do'stlar, yangiliklarni aytib o'taman. Video manzur kelgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yamiz. Aka, rahmat. Sog' bo'lasizlar. Charchamang, sog' bo'ling. Bizning avtosalonimizda nafaqat O'zbekiston fuqarolari hamda chet el fuqarolari ham kelishadi. Welcome Mr. Samuel. Thank you very much. Rahmat.